Kataraktaning shifosi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday marhamat qiladi. "Oh Yusuf" deb ko'zlariga oq tushdi. Yusuf surasi 84-oyat. Bu oyat uzoq vaqtdan beri mufassir va tibbiyot tadqiqotchilarini o'ziga jalb qilib keladi. Ba'zi talqinlarga ko'ra, bu oq tushish hozirda butun dunyoda ko'rlikning asosiy sababi sifatida tan olingan kataraktaga ishora qiladi. Ko'zga oq tushishi ko'z gavharining xira tortishi bo'lib, tabobat ilmida katarakta deyiladi. Bunda ko'z gavharida xiralik paydo bo'lib, ko'rishni qisman yoki to'liq to'sib qo'yadi. Ba'zida bu xiralik ko'zni shu darajada zaiflashtiradiki, hatto inson butkul ko'rmay qoladi. Misrlik biokimyogar doktor Abdulbosit Muhammad Sayyid aytadi: "Kunlarning birida bomdod namozida Yusuf surasini o'qidim. Undagi ajoyib qissa e'tiborimni tortdi. Yusufga akalarining qilgan fitnasi, otasi uni yo'qotib qo'yib, qattiq qayg'udan ko'zi ko'rmay qolgani, so'ngra Yusuf alayhissalomning ko'ylagini yuziga bosganida ko'zi yana ochilgani haqida fikr yuritdim. O'zimga o'zim Yusufning ko'ylagida nima bo'lishi mumkinki, bunday shifoga sabab bo'lsa va ko'z o'z holatiga qaytsa dedim. Ishonchim komilki, bu yerda faqat ruhiy davo emas, balki moddiy shifo ham bo'lgan. Qur'onning haq ekanini tasdiqlash uchun bu masalani o'rganib oxiriga yetkazishim kerak. Men bu masala ustida tadqiqot o'tkazdim va Alloh meni bunga muvaffaq qildi." Doktor Abdulbosit Muhammad Sayyid terning Yaqub alayhissalomning ko'rish qobiliyatini tiklashda rol o'ynashi mumkinligi borasida ilmiy tadqiqotlar olib bordi. Doktor Abdulbosit inson tanasidan ajraladigan terning asosiy tarkibiy qismi bo'lgan karbamidga e'tibor qaratdi va u katarakta hosil bo'lishini qaytarishga yordam berishi mumkin degan gipotezani ilgari surdi. Katarakta linzalarini ter eritmalariga botirib, linzalarning xiralashishini asta-sekin yo'q qilishini kuzatdi. U ter tarkibiy qismlaridan olingan ko'z tomchisi formulasini ishlab chiqdi va uni 250 nafar bemorda sinab ko'rdi. Natijada 90% dan ortiq bemorning ko'zidagi oqlik ketib, ko'rishi avvalgi holiga qaytdi. Qolgan 10% kishilarning ko'z gavharida shaffoflik kuzatilgan, ammo ko'zida boshqa kasallik bo'lgani uchun ularning ko'rishi yaxshilanmagan. Doktor Abdulbosit Muhammad bu ilmiy kashfiyotlari uchun Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarida patentlarni oldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Allohumma ij'al fi basari nura", "Ya Allohim, ko'zimda nur qil" deb duo qilardilar. Imom Muslim rivoyati. Alloh taolo beminnat bergan ko'z ne'matining shukrini ado etishimizni nasib aylasin. Ko'zlaringiz hamisha quvonchdan porlab tursin.